ayollik hissiyotlari boshqarishi haqida shunchaki jim bo'lganingizda buni siz o'zingiz kontrol qilmas ekansiz, sizga shunaqa vaziyatlar keladi. Assalomu alaykum. Mening ismim Nilufar. Ustozim Imon Ahmedovadan psixologiya va psixoterapiya bo'yicha bilimlar olib kelyapman. Bugun mini darslik tayyorlashni niyat qildim va bugun sizga o'zimning bilimlarim, xulosalarim, ustozdan olgan bilimlarimni sizlar bilan bo'lishishni maqsadim bor. Bugun ayol kishining hissiyotlari haqida gaplashamiz. Bilasizmi, inson yaraldi va u ikki turga bo'linadi, ayol va erkak. Bilasizmi, biza ayollarga qaraydigan bo'lsak, ularni har doim biza bilamiz, psixologiya, ko'pgina ustozlarimizdan ayollik hissiyotlari boshqarishi haqida. Bilasizmi, siz o'zingizga savol berib, menda nima bo'lyapti, qaysi hissiyot menga keldi, qaysi hissiyotim balansda, qaysi hissiyotim balansda emas darajasi oshib ketdi. Buni siz o'zingiz kontrol qilmas ekansiz, sizga shunaqa vaziyatlar keladi. Men misol uchun, bu sizsiz. Siz o'zingizning yaxshi tarafingizni qabul qilishingiz oson, lekin sizni yomon kачестволарingiz, o'zingizga yoqmaydigan kачестволарingizni qabul qilishingiz qiyin va sizga shunaqa muammolar, vaziyatlar keladiki, o'sha yomon kачествоni ham, yomon hissiyotini ham tan ol degan. Bu tan olish qanaqa bo'ladi? Shunchaki menda hozir qo'rquv bo'lyapti, men hozir qo'rquvni his qilyapman deb his qilayotganingizni tan olib berasiz. Masal uchun, kimgadir kitob o'qish yoqmasligi mumkin, lekin u o'zini qiynaydi, kitob o'qolmayapman deb. Lekin bu yerda bilish kerak, u o'zi aslida kitob emas, u balki audio kitobni eshitishni yaxshi ko'rar. Bugungi kunda sizni hayotingizdagi muammolar, vaziyatlar shunchaki ko'milib qolgan his-tuyg'ular, qo'rquvlar, kimlardandir olingan tuyg'ularni yig'indisi va u ustma-ust ko'milib kelyapti va bugun sizni qalbingizni og'ritayotgan hodisa va vaziyatlar bo'lyapti. Keling, shu hissiyotlaringizga javob bering bugundan boshlab. Shunchaki hozir men nimani his qilyapman degan savolni o'zingizga berasiz. Bu qo'rquv bo'lishi mumkin, bu alam, bu aybdorlik hissi bo'lishi mumkin, bu nafrat, yana ko'p. Bu hissiyotlarning soni juda ham ko'p. Va siz bu hissiyotlarga qachon javob berishni boshlaysiz? Qachonki siz shunchaki jim bo'lganingizda. Inson bitta ish qilaman deydi, lekin yaxshi qila olmaydi. Shuning uchun bir vaqtda o'zida inson ham gapirib, ham eshitishi mumkin emas. Ayol kishi qachon jim bo'ladi va ichiga, o'ziga fokusini qaratadi va savol beradi. Men nimani his qilyapman? Va kelayotgan inson meni qaysi yomon kачествомni tan olishim uchun keldi. Siz shunchaki, men shunchaki ovqat qilishni yaxshi ko'rmayman deb tan olganingiz sari hayotingizda muammoli vaziyatlar va sizni qiynayotgan hodisalar kamayganini guvohi bo'lasiz. Men YouTube'da mana shunaqa mini darsliklar tayyorlashni niyat qildim. Agarda sizga qaysi mavzular, qaysi hissiyotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring va men shunaqa mini darslik sifatida sizlarga taqdim qilaman.